Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Kimda kim shunday chiroyli darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalar shu videomizni ko'rishlarini tavsiya beraman. Videomizni oxirigacha ko'rsalaring, bu darvozamiz qayerga olib kelib o'rnatildi, hammasini qanday listlardan, nech pul, nech kvadrat qancha, hamma savollaringga javob olasizlar degan umiddaman. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamiz Angren shahar Qorabog'soy ko'chasiga olib kelib o'rnatilibdi. Mana o'rnatildi, ko'rgan bo'lsalaring 221-uy ekan. Bir fayzli xonadonimizga darvozamizni olib kelib o'rnatganmiz. Darvozamizni eslatib o'taman. Darvozamizni 1 oy oldin olib kelib o'rnatganmiz. U kuni ozgina kech bo'lib qolganligi sababli videoga olishga bir imkoniyat bo'lmay qoldi. Qorong'ida videomiz yaxshi chiqmadi. Shuning uchun hozir tepadan boshqa akaga darvozamizni qo'ygandik, o'sha tog'larni tagida. Endi bu yoqdan yo'limiz ustida edi. Birato'la videoga olishga harakat qilamiz. Videoga olib sizlarga bu darvozamiz qanday, nechiga nechi shu haqida chiroyli qilib ma'lumot berib o'tamiz. Darvozamizni ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli holatda olib kelib o'rnatilgan. Hali ham juda ham chiroyli turibdi. Darvozamizni ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz materiallariga kelib o'tadigan bo'lsak, darvozamizning materiallari qalin ikkilik listdan qilingan, ikkilik plyusovoy listdan qilingan hammasi. O'rtadagi qo'rg'a profillari esa 6x4 1.7lik stenada qilindi. Darvozani yaqindan videoga olib bering degan kuzatuvchilarimizga yaqindan holat. Darvoza juda ham chiroyli, addishi mehr berib ishlangan darvozamiz, ko'rishlaringiz mumkin. Har bitta choklari, germetikalari ham mehr berib, yaxshi Dyson germetikalardan surtganmiz. Buni ustalari biladi. Dyson germetika qanaqa nima degan obunachilarimiz ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Dyson germetika shu avtomobillarga ishlatiladigan germetika. Darvozamiz aytib o'tdim, ikkilik qalin listdan bo'ldi. Darvozamizni bir kvadrati 900 ming so'mdan olib kelib o'rnatildi. Zamo'hlari ham shu original zamo'shlar, ochib yopilishlari ham juda ham chiroyli, yengil. Hatto yosh bolalar bemalol ochib yopishi mumkin. Aziz yurtdoshlar, darvozamizni eni 3.95 ga, bo'yi 3.20 ga kelib o'rnatildi. Darvozamizni aytib o'tdim, 1 kvadrat 900 ming so'mdan olib kelib o'rnatildi. Aziz yurtdoshlar, yana bir bor qaytarib o'taman. Bo'yi 3.95 ga 3.20. Aziz yurtdoshlar, ozgina adashmovchilik bo'ldi. Yeni 3.95 ga, bo'yi 3.20 bo'ldi. Darvozamiz shu razmerda kelib o'rnatildi. Bu darvozamiz 900 mingdan kelib o'rnatilgan bo'lsa, 11 million 376 ming so'm bo'libdi. 11 million 300 mingga kelishib egalari bilan darvozani olib kelib o'rnatdik. Darvozamizni ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan darvozamiz. Videomizni shu joyigacha ko'rgan bo'lsalaring, aziz yurtdoshlar, videomizga bitta like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib o'tishlaringizni so'rab qolaman. Darvozamiz haqida shu endi to'liq ma'lumot berib o'tdim degan umiddaman. Darvozamiz yoqqan bo'lsa, aytib o'tganimda iltimos bitta like bosib o'tib ketinglar. Aziz yurtdoshlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yuzlaringda hech qachon tabassum tark etmasin.